Oyijon, sizlarga bugun Instagramdagi eng qiziq savollarimni bermoqchiman. Sizlar javob berasizlar. Norm или стрём sizlar uchun. Отдельно chiqib ketish. Eng qiziq savol. Norm. Yoshdan alohida chiqib ketishi. Ha. Ya'ni men o'g'lim bilan keldimmi? Norm. Nimaga? Endi mana o'zimiz ham qachondir ota-onamizdan alohida chiqqanmiz. Biz bilan yashashgan, lekin alohida chiqqanmiz. Так что norm. Hamma o'zining hayotini o'zi qurish kerak. Keyingi savol, yangi kelin kelib, ertalab turib hovli supurishga chiqmasa. Normalno. Normal. Umuman sтрём emas, negaki kelin bu siz uyingizdagi xizmatkor emas. Bu ham siz oila a'zoyingiz va sizni qizingiz. O'g'lingizni umr yo'ldoshi va ayoli. Qolaversa, nevaralaringizni enasi. Yashang. Ora-chora choy ichib tursa bo'ladi. Bo'ladi. Ko'chaga chiqib ketganda sizlardan ruxsat so'ramay ketsa. Norm. Lekin bizning paytimizda oyijoningiz albatta ruxsat so'raydilar. Oldin meni, keyin onamlardan. Lekin hozirgi paytda bizani ogohlantirish yoki ruxsat so'rash shart emas, negaki o'zingiz eringiz bor, umr yo'ldoshingiz bor, ruxsat bersalar bemalol. O'zingizlar gapirsanglar gapirasizlar, tak men so'ramayman ham vaqt ketayotganingni. Siz bosh farq qo'ymayman. Так что norm. Agar ketyapmiz deb ketsanglar, yaxshi borib kelinglar deymiz. Kechki ovqatga er-xotin o'zi ikkalasi ovqat yeb o'tirsa-da, sizlarni chaqirmasa ovqatga. Tak, bizani bular chaqirishmasa ovqatga. Va birga turib, ovqat qilib ikkalamiz yeb o'tirsak, sizlarni chaqirmasak ujunga. Endi menimcha sal strёmroq bo'lsa kerak. O'zbekchiligi ham to'g'ri kelmaydi. Endi o'tirib olib, burchakda ovqatlanib o'tirsangiz endi sal mana shundoq bo'lsa kerak, g'alatiroq. Biz unaqa o'tirmaymiz. Mana o'tirmaymiz. Yo'q, endi shunaqa savolga javob. Yosh oila o'zligicha chiroyli romantik ujin qilib o'tirishganda bizni qo'shilib qolsak, kelib qolsak, bizani ham stolga taklif qilinglar.